Assalomu alaykum. Uzumchilikka, bog'dorchilikka qiziqadigan aka-ukalar va opa-singillar va biz uchun aziz va qadrli bo'lgan bog'bon dehqonlar. Bugun 2025-yil 12-oktyabr sanasi kuz faslidamiz. Biz kuz faslida erta bahor uzumlarimizni ko'kka-ko'k ulagan payvandlarimizni qish kelib kelmasdan bilan qanday ishlar qilishimiz kerak, shular haqida ham gaplashib o'tamiz bugun. Va biz yangicha sinov tariqasida, tajriba asosida sinab ko'rmoqchimiz. Uzumlarga kuzda qanday ishlovlar berish kerak, yangicha uslubda sinab ko'ramiz. Bugun shularni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana shu uzum xirmon uzumi edi. Xirmon uzumini mana shu yerdan tepasidan 3 yillik xirmon uzumiga avatar ulaganmiz. Mana yaprog'idan ham o'zingiz biladi, ko'p odam tushungan. Shu yerdan avatar ulangan 3 yillik uzumga. Asosan 3 yillik uzumga ko'kka-ko'k aprel oyida ulasangiz natijasi yaxshi bo'lar ekan. Mana 3 yillik uzum tagi baquvvat bo'lgani uchun mana effekti o'sishi juda ham zo'r. 4 tomonga ketgan. Shoxasi 3 metrdan 3 metrdan ziyoddan bo'lib ketgan. Xuddi 5, 6, 7 yillik uzumlardek bo'lib ketgan narxi yuborishi. Asosan nima qilish kerak? Agar uzumlarni ko'mmaydigan bo'lsak, payvand qilingan uzumlarni ko'mmasak, ya'ni hozir kameramchi yo'q. Kameralar yonida odam yo'q. Mana shu payvand qilingan joyini qalinroq bir mato bilan o'rab qo'yishimiz kerak. Nega deganda, agar uzumni ko'mmaydigan bo'lsak, qish faslida ko'p viloyatlarda uzum ko'milmaydi. Agar ko'milmaydigan bo'lsa, mana shu payvand joyini mahkam qisib, qalin mato bilan bog'lab qo'yishimiz kerak. Chunki qishda mana bu payvand qilingan joy nozik bo'ladi, sovurib ketmaydi. Shunda sovuqdan himoya qilib turadi bu. Erta bahor kunlar isigandan keyin olib tashlasak ham bo'laveradi. Qisib bog'lab qo'yishimiz kerak. Hozir men bitta qo'lda bog'lolmayapman. Mana shunaqa qilib qish oldida bog'lab qo'yishimiz kerak. Nega deganda, ko'p odam erta bahor ko'kka-ko'k ulaydi. Qishda uzumi ko'mmaydi. Ko'mmagandan keyin sovurib ketishi mumkin. Mana shunaqa o'rab qo'ysak, sovuqdan saqlaydi. Asosan Xorazmda 100%, deyarli 100% uzum ko'miladi. Boshqa viloyatlarda, ko'p viloyatlarda uzumlar ko'mmaydilar. Bizlar tuproq bilan ko'mamiz. Mana bu hozir yangi uslubda uzumimizga kuzgi ishlovini berib ko'rmoqchimiz. Agar effekti, natijasi zo'r bo'lsa, keyingi sizlarga ham tavsiya qilamiz. Mana shu avatar ulagan uzumimizning 4 tala tomoni ham qazib olganmiz. Mana buning 4 tala tomoni ham tomirlari bor ekan. Mana ko'rasiz. Mana 4 tala tomonga ham tomiragan uzum. Shuning uchun 4 tala tomondan ozuqa berib ko'rsak, balkim juda ham zo'r natijaga erisharmiz. Oldingi yillari faqat oldingi tomoniga ozuqa berganmiz. Endi bu yil 4 tala tomoniga ham ozuqa bermoqchimiz. Mana shu qopdagi go'ngni solamiz hozir, qo'yning go'ngi. Mana bu olma postni ustidan yarim kilo olma postni solamiz. Mana go'ngni solib bo'ldik. 4 tomoniga ham go'ng soldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Qo'yning go'ngini soldik. Endi esa olma post sepamiz. Oldin go'ngni sepamiz.
4 tane tomoniga ham. Nima? Effekt kuchli bo'lish uchun, yirik meva olish uchun. Mana 4 tane tomoniga ham sepdik. Olma postni ham. Avval qo'y go'ngini solib chiqib 4 tarafiga, keyin olma post ustidan soldik. Endi buni tuproq bilan ko'mib chiqamiz. Mana shunaqa qilib ko'mamiz. Yordamchim yo'q, shuning uchun o'zim ko'myapman. Mana ko'myapmiz. 4 tarafdan ham ko'mib chiqamiz. Mana shunaqa tarzda 4 tarafdan ham ko'mdik. Agar kelgusi yil bu avatar o'zini yirik donli sifatli o'zimiz ko'zlagandek uzum bersa, sizlarga ham shunday ishlov berishni keyin tavsiya qilamiz. Hozircha bu ishni sizga tavsiya qilmaymiz. O'zimiz sinab ko'rib, keyingi yil natijasini bilib sizlarga tavsiya qilamiz. Biz kuz faslida uzumlarimizni kuzgi ishlovlar berib, tajriba asosida sinab ko'rishimizdan maqsadimiz, hamma dehqonlar biladi, avatar uzumining mevasining, ya'ni doni uzunligi 4-5 cm uzunlikda bo'ladi. Agar yaxshi mehr berib, quvvatini berib qarasangiz 6 cm gacha yetilgan. Shu vaqtgacha biz rekordni yangilamoqchi bo'lib ko'ryapmiz. Xudo xohlasa 4 tarafdan hozir ozuqa berdik, kuzgi ishlov qilib. Xudo xohlasa keyingi yil buni sizlarga ko'rsatib boraman. Buning mevasi 4-5 cm emas, xudo xohlasa 6-7 cm kelish kerak deb o'ylab turibmiz. Chunki ozuqani 4 tarafdan berdik. Uzumning 4 tarafida ham tomiri bo'ladi. O'ziga kerakli bo'lgan ozuqani yetarlicha ta'minlab beradi mana shu avatar uzumiga. Xudo xohlasa, nasib qilsa, keyingi yil buning mevasi, doni uzunligi juda ham zo'r bo'lsa kerak, zo'r effekt bersa kerak deb o'ylab turibmiz. Albatta, buni sizlarga hozircha tavsiya qilmaymiz. Biz buni sinab ko'rib, keyingi yil effekti zo'r bo'lsa, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Agar effekti zo'r bo'ladi deb xuddi mendek siz ham ishonayotgan bo'lsangiz, juda ham zo'r mevasini, doni yirik sifatli bo'ladi deb ishonsangiz, bizga bitta like bosing, o'z fikringizni qoldiring, obuna bo'ling. Biz albatta xursand bo'lamiz. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda uzumlarimizni qanday qilib kuzda kesamiz, shular haqida ham ma'lumot beramiz. Uzumlarimizni kuzga kesish jarayoni yer taktiga qaraganda sal farq etishi mumkin, deyarli sal farq etadi. Shularni ham sizga ko'rsatib boramiz. Bizga like bosing, obuna bo'ling.